siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabiy Allah, muhaciretki insanlığının ah köngüllügidir. Allah rızalıq üçün xizmət qıldığan, qalavalsamçu, deydiğan muşu bir esil royunu suistimal qılavatqanlığıdek bir ahvallağı yoluqvatımız. Şunda uçurlar bizge anlavatıdı. Onun üçün bugünkü bu programımızda men muş toğırlıq, muş insanlarının qılavatqan iş toğırlıq, her birlerine bir düşünce, her birlerine bu toğırlıq uçur, yani düşünce desem doğru mu? Uçur bir işini toğır gördüm. Bu qandaq işləyirsanlar, bəzi insanlar meyli Facebook'a, meyli WhatsApp'a, bəziləri cuma həmmə emas, bəzi bir insanların ki suistimal qıldığan aşındaq abiyam qıdıq alicina royunu, aycina fəzilitini aşında suistimal qıldığan bir insanlar yol qıvatıdı bizlərə. Onun üçün bəlkə bəzi qarindaşlarımız yol qıvan buluşu mümkün, bəzilərə təxə onda işlər kəmməyən buluşu mümkün. Amma kəmməyənlər şuna işler bir şey kep kasonun ihtiyat kılış. Bulap mı şöyle ki gözünü keser gözdür. Yani bulap mı azırkı müneçe kege uçurda ayalı da bunda işlerini bulap kılavat kalığı özünün ki bir xil yaman keserliği giriptar bulap kılavat kağallığını o keserliği davalış ahırkı basqış bulap kağallığını onun için özüge bir türküm tekşür düşüşün bir türküm Türkiye'nin İstanbul şəraitində bir türküm iqtisad lazım bulduğanlığını, bunun üçün bir yardım qilish lazımlığını deb müraciətlərini yeziş, yoki bo'lmasa WhatsApp'larda uçur qilish, yoki bo'lmasa özünün tanıydığı kişilərə arqalıq gap yollash qatarlıq bir ahvallar oturuq çıxıdı. Bularınki tekşürüş nəticəsində bularning unda ahval emasligini, ularning bəzilərinin bir şekilde muşundan şekilde yani adam aldaş arqalıq mesela az pul yani 3500 yoki 4000, 3000 yoki 1000 dollar ya 500 dollar arqalıq şundaq şekilde adam aldaş arqalıq can beqishning yo'lini qilib olganligi. Yani bəzilərinin yani zəhərlik çekimliklərə künəb qalğanlığıdək ahvallar oturuq çıxıdı qarindaşlar. Bu zəhərlik çekimliklərə künüş ahvalı vətəndillam bu boğan zəhərlik çekimlik ki künəb şüyədiki ata-anasının kınımı satıdığını setib veyram qıldığını qılıb bulab anandaki hazırqıdək bugünküdək həmmimizdən uruq tuqqanları cezalar girdikdək və vəziyyəti turub atqan hayat mamatlığı inib olmağan bir ahval astıdı mı bu insanlar bu zəhərlik çekimlik künüb qalğan insanlar hər xil vasıtalarını işletib durub özünün ətrafıdaki üzüge yaxşılık qılmoqchi olan insanların yaxşılık qilma deydigan şu royunu suistimal qilish yoki şunu aldash şeklinde bana ciddi pul lazım bo'lib qoldi ya 300 TL ya 500 TL degandek yolg'on bir narsalarni o'ydirib chiqarish anandan keyin mushu bilmaydigan insonlarga yana boshqa bahonalarni ekan desan voy hozir uyning tok suv pullari to'shab ketib to'layolmay hozirgi virus mezgilida to'g'ri hammamiz to'g'ri nurg'un yerda qarindoshlarimiz ishlayolmayotdi ammo ishlayolmasimi yana halol amikida tirishchilik qilayotganlar bor lekin bu tipdagi insonlar qarindoshlar tirnoq ichida bu tipdagi insonlar yani odam aldashga kunab qolgan va odam aldashni bir şekilde jon beqishning yo'li qilib olgan bir tipdagi insonlar bular qanday qiladi desanglar tok uzilib ketadi hozir kesib yetim deganda o'tib deb bo'libmi Turkiya ichidagina emas bo'libmi Yevropada yoki Amerika Avstraliya shunday shakldagi Yevropa g'arb davlatlarida yashayotgan qarindoshlarimizga jiroqda hamda ulardan so'rgan pul ya bir ozroq pul unda bo'lgan degan obtilamish qarindoshim qiyinchilikni o'tkazib olsin deb bir şekilde kartları urib berish yoki bo'lmasa Turkiyadagi qarindoshlar orqali havo orqali yetkazish degandek ahvolni shuni qilayotgan xizmatlarni aldash orqali o'zining zəhərlik xumarını besish yoki shu tamakini elish
ve şunun o'xshagan şekilde yüzüne nimi kösüp durup bizden Avustralya degan aldıysa bizden Amerika degan bizden Kanada degan bir-birisi uçraştırmagan şekilde bir devletlikte nimqavatgan qarindoshlarni yani o da davatsam chinib qolmasin degan şekilde onda aylanma şekilde qilib atqanligidek bir narsa o'tirib chiqyapti qarindoshlar. Shuning uchun men demoqchi o'g'lim mushundaq aldamchiliklar o'tirdi ba. Buni ko'rdik, angladik. Onun uchun qarindoshlarimizningki agar yordam qilmoqchi bo'lgan qarindoshlarımızga o'zimizning ko'zi bilan ko'rib, agar kasallik nimasi bo'lsa, shu kasallik nimasini aniq ko'rib, shuni ismidimi, zadi shunda ras shunda uningga shunda tekshirish natijasi chiqdimi, masalan, yomon kasal bo'lib qolgan yoki hayotning oxirgi vaqtiga kelib qolgan degandekchi. Anandan keyin yoki bo'lmasa ashadiki turishliq qaysi davlatda yerdan degan bo'lsa, shu ehtiyojni shu yerga turishliq shuni biladigan, shuni tunuydigan va shuning atrofidagi ahvollarni aniq tushunadigan qarindoshlarimizga havola qilish orqali to'g'ri shaklda yetkazilsa, to'g'ri shaklda berilsa, agar biz bilmagan shaklda masalan bir xiroyin chekayotgan bir insonga biz yordam qilib qolgan bo'lsak, bilib bilmay, bizning yordam bilmay qilgan yordamimiz o to'g'ri shaklda Allohning dargohida inshaalloh qabul qilindi. Lekin agar bizning shu zodi surishtirib etmaganimiz, atrofni yaxshi so'rab bilib, shu insonni yaxshi tekshirib qilmaganligimiz yo'q deganda, agar shunday aldamchilik ishlarini qilayotgan bo'lsa, u qanday bo'ldi deganda, u sizga o'xshash ya bizga o'xshash nurg'un insonlarni aldaydi. Aldab, shu aldash orqali o'zining yo zahar xumarini bosadi, yoki muscho deganda, aldab jon beqishning yo'liga kirib qoladi. Onun uchun bizda aytib ko'nglimiz hammamizning mehribon, faqat biz bu yaxshilikni uningga javob qaytarishni faqat Alloh tilida kutamiz. Insondan qilib qo'ygan yaxshiligimizga bizga bir 5 kirkat namoz o'qib qo'ysin yoki bo'lmasa bizga bir to'n kiygizib qo'ysin degan umidda hech kim bo'lmaydi. Faqat bu yaxshilikni hamma inson Alloh rizoligini ko'zlab oxiratdagi ash tarozanda bir ig'roq betdan to'xtab qolamiki. Shu 3-5 koy $100 yordam qilib qolsam, shu yerda qarindoshlarimning bir duosiga erishib qolsam, dunyo oxiratligim yaxshi bo'larmiki deya umid qilamiz. Uning uchun bu umidlikni ba'zi insonlar javoban bu degani qaytlay qarindoshlar. Ba'zi insonlar mushtaq shaklda o'zining zahar xumoriga yoki o'ziningki ba'zi bir ehtiyojlariga bog'lab turib insonlardan shunday qaqsoq qilayotgan ishlar mavjud bo'ladi. Buning uchun bu umumyuzlik emas, qisman shakldagi aldamchilik mavjud. Buning uchun qarindoshlar, shunday ishlar yo'liqqa vaqtimizda u kim, nima ish qiladi, nerda turadi, telefon nomeri aniq nimadan qiladi, lekin uning zodi ehtiyoji zodi kasalmi, kasal emasmi? Uning bir zavar xavori bormi, yo'qmi? Uning yurish turish to'g'rimi, xatomi? Bunday shakllarni surishtirib o'tib, bo'lib o'tib turib, hayt deb o'zimizning aldiraqsonligi yoki o'zimiz tekshirmaslik, ya tekshirsam set turamiki, xap bo'lam, ya unday ish qilmoqchilik cho'qim bilishimiz kerak. Qarshi taraf biz yordam qilayotgan odamning zodi ahvoli nerdan nergacha bu aniq bilib turib, ana degan qilsak to'g'ri bo'ldi ekan qarindoshlar. Shuning uchun shu nuqtalarga diqqat qilib qo'yishimizni, shunday oldimizga kelgan ishlarda buning bilan bir tayoqlarla hammasi undaqki aldamchi deb qilib etmaymiz. Cho'qim biz yordamchi qilmoqchi bo'lgan yoki yordam so'ragan insonning aniq ahvolini bilib turib, shunday shaklda qilsak, agar shunday aldamchilik ko'payib, umumyuzliklar qilib qolsa, qanday bo'ladi deganda, kim biz haqiqiy ehtiyoj egilariga yetkazolmaydigan, ularga biz ko'nglimizni gumon qilib qoladigan ahvollar mavjud bo'lib qoladi. Shuning oldini olish uchun bizning muhojiratda soqchimiz yo'q yoki sud kollegiyamiz yo'q. Hamma odam o'zining vijdoniga boqib ish qiladi. Lekin biz bilganlar bu ishlarni mujda xabarlari bilan o'rtoqlashib qo'ysak, to'xtab turay, men bundan keyin birisi yordam qilmoqchi bo'lsa, men buni aniq surishtirib qilay, aniq bilib qilay, aniq daljaga yetkazib qilay degan shaklda mujda qilsak yaxshi bo'ladi ekan. Ana keyin set turamiki, mana unda deb qilsam, kichkina baginim $100 bek surishtirib kelsam, menda ish bo'larmiki deb qolmay, cho'qim shu pulni hammamiz Alloh rizoligi uchun daljaga, tel shu ehtiyoj egildirigi yetkazishni asos qilgandan keyin biz shunday xiroyinchi ketganlarning yoki bo'lmasa odam aldab jon beqib uning mashina olib oldigan, uy olib oldigan insonlarga tutqizib qo'ymasligimiz uchun qanday qilishimiz kerak ekan deganda, shu puldan
Cayğı tigidi adam sordu mu? Sorum. Emes mi bu adam? Bu adam aldamcı mı? Kazzap mı? Yani bir doğru insan mı? Doğru bir hacetmen mi? Bunu bölüp durup kısak. Nayet yaxşı oldu iken qarindaşlarım. Şunun üçün gepimning to'g'ri yerini qabul qilinglar. Mushundaq narsaga uchrashqa va mushundaq narsalarga diqqat qilsak, nayet yaxshi bo'ladi ekan. Shunga mushundaq bir noto'g'ri ishlarning jamiyatimiz ko'payib ketmasligining oldini olish uchun ilmiy shaklda tanqidlash va tusish va buning oldini olish bek muhim bo'lganligi uchun bu programmani ishlab o'tdim qarindoshlar. Shunga hepim deganimdek gepimning to'g'ri yerini qabul qilib, xatolar qilib qolsin. Hammalarni Janob Alloh topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.